Tasavvur qiling, yoshingiz 90da, lekin siz nafaqat tiriksiz, balki bog'da nabiralaringiz bilan yugurib yuribsiz. Xotirangiz o'tkir, tanangizda hech qanday og'riq yo'q. To'g'ri, bu xuddi bizga ertak kabi tuyulishi mumkin, lekin aslida bunga erishish mumkin. Afsuski, bizning jamiyatda yosh 50 dan oshib 60 ga yaqinlashganda, bizning nazdimizda sog'lom hayot qo'shtirnoqcha to'xtaydi. Biz kasalliklarni kutib yashashga o'rganib qolganmiz. Tanamizda qandaydir og'riq yoki kasallik paydo bo'lsa, biz buni qarilikka yo'yamiz. Bugun men sizga dunyodagi mashhur doktorlardan biri doktor Peter Atiya'ning Outlive kitobi asosida uzoq va sog'lom yashash mumkinligi haqida ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Bu kitob o'zbek tiliga hali tarjima qilinmagan. Shuning uchun kitobdagi ma'lumotlar siz uchun katta ehtimol bilan eksklyuziv bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring va o'zingiz uchun qiziqarli va kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ling. Ko'pchilik lifespan, ya'ni umr davomiyligi uchun harakat qiladi. Lekin faqat uzoq umrning o'zi yetarlimi? Menimcha yo'q. Shu o'rinda grek afsonasini eslab o'taylik. Titon Zevsdan boqiy umr so'radi. Afsuski, boqiy sog'lik so'rashni unutdi. Boqiy umrga ega bo'ldi, lekin yillar o'tgan sayin turli xil kasalliklar davomida qoldi va butun umr azobda yashadi. Va bu so'ragan tilagidan afsuslandi. Hozirgi kundagi meditsina bizni o'ta og'ir, o'limga yaqin holatlardan saqlab qolish imkoniyatiga ega. Lekin bizni butunlay kasalliklar domidan qutqarishga hali erishmadi. Biz umrimizning oxirgi 10-15 yilini turli xil dori-darmonlar bilan ba'zi bir og'ir holatlarda to'shakka mixlanib qolishga xohlaymizmi? Menimcha hech kim buni xohlamaydi. Doktor Atiya o'limni ikki toifaga ajratadi: tez va sekin o'lim. Tez o'lim bu turli xil baxtsiz hodisalar yoki avtohalokat sababli juda qisqa fursat ichida sodir bo'ladigan o'lim. Sekin o'lim esa uzoq yillar davomida bizga ba'zan sezilib, ba'zan sezilmasdan rivojlanib boruvchi kasalliklar sababli sodir bo'ladi. Doktor bu kasallik toifalarini 4 ta otliq yoki chavandoz deb ataydi. Birinchisi yurak qon tomir kasalliklari. Biz kundalik hayotda eshitadigan falonchi infarkt bo'libdi yoki insult bo'libdi yoki yuragi xuruj qilibdi degan gaplar. Ikkinchisi rak, ya'ni saraton. Bu hujayralarimizning nazoratsiz rivojlanishi va ko'payishi orqali sodir bo'ladi. Uchinchisi neyrodegenerativ kasalliklar, Alzheimer, demensiya, ya'ni bu qariyalarimizdagi unutib qo'yish holatlari. Va oxirgisi metabolik kasalliklar. Bunga yorqin misol ortiqcha vazn yoki qandli diabet. Ba'zida ko'rib qolamiz. Akalarimiz, amakilarimiz katta qorniga silab bu boylik deb hazillashadi. Lekin aslida-chi, bu sekin rivojlanib borayotgan kasallik alomati. Doktor Atiya tibbiyotni 3 davrga bo'ladi. Birinchisi tibbiyot paydo bo'lgandan toki 17-asrgacha bo'lgan davr. Ikkinchisi 17-asrdan 20-asr oxirlarigacha bo'lgan davr. Lekin biz katta ehtimol bilan hali ham shu davrning oxirida turibmiz. Meditsina 3.0 davri, ya'ni yangi avlod meditsinasi. Biz 2-davrda bo'lishimizga qaramasdan, 3-davrning ko'plab texnologiyalardan, yangiliklardan foydalanyapmiz. Va biz bu davrga to'liq qachondir o'tishimiz kerak. Meditsina hozirgi holatida xuddi buzilgan mashinani ta'mirlashga o'xshaydi. Ya'ni motor ishdan chiqishdan oldin xizmatlar ko'rsatilmagan va uni ta'mirlashga harakat qiladi. Xuddi bu kasal bo'lsangiz, sizga dori yozib beradi. Qon bosimingiz tushsa, sizga dori yozib beradi. Qandli diabet bo'lsangiz, sizga dori yozib beradi. Lekin buni oldini olishni harakat deyarli qilishmaydi. Biz kundalik hayotimizda eshitib qolamiz. Kasallikni davolagandan ko'ra, uni oldini olgan ma'qul. Lekin bu haligacha og'zaki bo'lib qolib ketgan. Hayotimizga bu to'liq tatbiq etilmagan. Shuning uchun biz meditsina 3.0 davriga o'tishimiz kerak.
Mashina buzilmasdan oldin, motor ishdan chiqmasdan oldin biz servisni o'z vaqtida qilishimiz kerak. Ya'ni sog'ligimizga ertaroq e'tibor berishimiz kerak. Qarish bu kutiladigan narsa emas. Biz buni kechiktirishimiz mumkin. Va bunga qachondir albatta erishamiz. Xo'sh, nima qilishimiz kerak? Konfutsiy aytganidek, sog'lom inson 10 mingta narsani xohlaydi. Kasal inson esa faqat bitta, ya'ni sog'lik. Men bu kitobni bir necha bor o'qib chiqqandan so'ng, kitobdagi olgan ma'lumotlarim va yangiliklarni siz bilan bo'lishishga qaror qildim. Har bir inson yangi texnologiya va fan yutuqlaridan foydalanishga imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Keyingi videolarda Outlive kitobidagi har bir bobni sizga tahlil qilib berishga harakat qilaman. Siz o'zingiz va yaqinlaringizning sog'ligiga befarq bo'lmasangiz, keyingi videolarni kuzatib boring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Siz nima deb o'ylaysiz? Uzoq va sog'lom hayot kechirish uchun nima qilishimiz kerak? Ko'proq shirin ovqatlar yeyishimiz kerakmi? Yoki harakat qilishimiz kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.